Xo'p, do'stlar, xayrli tun. O'zbekiston milliy terma jamoasi Eronga tashrif buyurdi va 2-2 hisobdagi jangovar durang, rostini aytish kerak, o'yin juda yaxshi bo'ldi hamda O'zbekiston milliy terma jamoasi g'alabaga haqliroq edi. Ammo doim ham yaxshi o'ynagan jamoa g'alaba qozonavermaydi. Ko'rdik, biz o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rgandik va Hojimat Erkinov yaxshi o'yin ko'rsatdi. Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov umumiy terma jamoamiz yaxshi o'yin ko'rsatdi hamda Erondan Mehdijon o'sha katta yordam berdi durang uchun va Eron chiqdi, jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. O'zbekistonda esa 17 ochko bor. Qirg'iziston g'alaba qozondi, Qatarni mag'lub etdi. Arablar bugun tunda Shimoliy Koreya bilan o'ynaydi. Ushbu o'yinda arablar yutqazishi kerak va biz chiqamiz. Shunday qilib 2-2 durang O'zbekistondan jangovar durang.